Qaymoq yo'qmi-ya? O'lish yo'q to'kding, o'lasan endi. Men senlarga nima deybidim? Ko'zingni jum, ko'zingni qas deyibdimmi? O'ldik. 2 kere 2. To'g'ri, Mirjalol Qosimov. 3 kere 7. 21. 5 kere 5. 25. 3 kere 6. 46. Asta, mana ko'ring, asta uring. Esmeralda en tus ojos. Tavba qildim ayajon. Ko'zim qichib qoldi. Urmang! Oyijon, urushmang. Ha, go'zal qiz jipirlab kiryapsiz ko'chkarga, men sovuqda kutib o'tiribman jinniga o'xshab. Voy, shu sovuqda ham to'y qilasizmi, jinnivoy? Ha, o'zingiz shoshtirdingiz-ku. Yangacha kerak payt vizorda qilib, ana sevizdagi pomadajon berib turing. Hozir keltirib beraman. Xo'p, bo'pti, beraman hozir. Muhabbat. Men seni 32 yil kutgandim. Uzr, kerakli paytda bezovta qildim-da, ulim. Yo'q, keraksiz payt bezovta qildingiz ayajon. Undaqa kerakli emas edi-cha. Kela, yuzda uvajlash qiladigan kremingiz bor-edi, sepingizda, ana shundan bering. Kelib turinglar. Rahmat, lekin eshik yopaymi? Bor eshikni ichidan qufla. Nima bo'lyapti? Qanday bo'lyapti endi? Shu atringdan bitta sepay aka, hasidim lekin. Uzr endi, kerakli paytda bezovta qildim sizlarni. Aka boss, omad. Inangni eroma aka. O'g'lim uzr, kerakli paytda bezovta. Dada, men bir yilda umrimda bir marta uylanaman. Mana voy popuq, mana senga, mana bezvet senga, mana ayajon bu sizga. Mana Bloom Beauty kosmetikdan sizlarga kosmetikani dodalaridan olib keldim. 7 ta Toshkentda do'koni bor ekan, narxlari ham zo'r ekan. Yangi yil sovg'asi bu sizlarga. Meni tinch qo'yinglar endi, iltimos. To'xta, shuncha xarajat nima qilarding? Kelindigidan ishlataverarding-da, to'g'rimi? To'g'ri. Rahmatinglarmi menga? Bo'pti, xo'p. Obbo, qutuldim, yashasak bo'ladimi, ha? O'g'lim, uzr, kerakli paytda bezovta qildim. Boya eshitmading, ana. Nima dada, sizga ham kosmetikami? Yo'q, sarpoyingda Calvin Klein mayka turib ko'rdim, oppoqdan. Shuni menga bera olmaysanmi? Uni kiyganman dada. Sal shoshibsan-da. Bir marta kiydingmi? Muhabbat, men seni jonimdan sevgandim. Qo'shing ona, qo'shing. Mol nima sotyapsiz o'zi? Men bu ishni molda qishga kiyintirishim kerak. Baraka unda. Baraka. Onam. Qayerga? Guliston Saxovat. Nechi kishlar? Bir kishiga pul beraman, bolalarim oldimda o'tiradi. Yo'yiba. Uyat emasmi, aka? Uyat emasmi? Yoshingizni qarang, nima qilyapsiz? Nima deyapsan? Skors qidiryapman. Yo. Ha, skorsmi? Bu yenangning uyi emas. Aytib qo'ying, ko'rgan narsaga javishma, ko'zingni o'yib olaman. Mana shu qiz tug'adi, javob. Ya, sen qaydan bilasan? Kalta kiyib olgan, shamol edi-ku. Mincha kalta yo'q. Asta, hozir aytdim, charmanganlarim bunlar senlaring. Bunga qanday chiqadi endi-ya? Aya, bunga duosini o'qib chiqish kerak. Qarang. Tavba qildim. Ha, beparasatlar bunga oyoqni cheshib chiqardi-ku. Tavba qildim. Voy, Aya, sekin tavba qiling. Tavba qildim. Qach. Bu narsalar yekimmi deyman, hech kim pulni so'ramayapti. Hech kim pul so'ramayapti, boshim yevro Voy, ketadi. otangni uyi, bu korzinka, bu kassasi bor. Aya meni qistab ketdi. Qisib tur. Qizim, shularni hisoblab yuboring. 10 ta shokolad yettilar. Menikidan hisoblang, bitta olmadim. Ana bitta olmadim, chestniman.
aka bu katta-ku. Ha, hech nima qilmaydi. Zaten 3-4 yil kiyasan. Men senga boshqa kurtka olib bermayman, bachcha. Aka, meniki qistab ketdi. Qisib tur. Ayajon, Ha, jannat onalari oyog'i ostida deyshadi. nima demoqchisan? Bitta oyoqchamga tuflicha olib bering. Bitir jahon. Men nima qilay qisib turaveraymi? Qisib tur dedim men senga. Bor 500 so'm turadi kanetda, bor. Ayajon bu saxovat deganlar katta joyda-ku. Ha, detskiy plajatkalari ham bor. Meni ham farzandlarim bo'larmikan, ularni aylantirish nasib qilarmikan? Ey, nimaga namiy qilyapsan? Uylantirish vaqti kelmadimi, ayajon? Ha, uylantirish. Ha, qistadimi? Yo'q. Bo'ldi, qo'yib yubordim. Ey, o'lay sharmanda. Borishtoningni olmasdir, ey. Dadasi biz keldik, mana sizga kalish oldim. Shuncha bo'ldi, men boqdim, bitta kalish olib keldingmi? Ay yo'q, sizga yarim kilo choyanchi nos bilan bir pachka lezva oldik. Birga ishlatamiz, dada. Sani mo'yloving yo'q-ku. Lezvada faqat mo'ylov olinmaydi-ku, dada. Bugun sening kuning sevgilim. Chol, o'g'lingizga qarang, kelinga gul beryapsiz, menga bitta xashak ham bermagansiz. Sen molmisan, senga xashak beraman. Boring. Bo'ldi, kampir. Ya o'yla ovozing o'tsin onang. Bugun sening nima edi sevgiling, meni qarachima ol. Chol, men sizga molman, gulni otasi romantika qilib bering. Nima edi u romantika? Hamma yoshlar qilyapti-ku, ana bunday avayam yo'q. Menda faqat bunday bo'ladi, unaqa bo'lmaydi menda. Mana. Chol, turang, o'g'lingiz bilan keliniz TikTok'ga kontent olyapti, biz ham kontent olaylik. Duo olaylik, 2 yil umring qoldimi yo'qmi? Padaringlar. Qani o'g'ling? Ajabsin. Emin bo'l, ovqat qilyapsizlarmi? Kelin, ana lampochka chaqingizni berib turing. Nima qilyapsiz, dadajon? Molxona sveti o'chib qopti, padaringlar. Manam shudan misatu Chol, hatta bir yuzimdan o'ping. Qanday o'pay? Og'zimda nosim bor. Qanday o'pay? Kontentingga tushayotganimga jonda. Yetdim nosimni mana. Qirolicham ishkalatiye Dubayskiy ishkalat keldi. Yangi eri keldi, yangi eri. Ayang ko'rmasin, ayang. Chol, Ana ko'rdi. Ha. menga Dubayskiy ishkalat olib bermaysizmi? Yaxki. Ya dada, o'g'limni ko'pmi puli? U menimcha xotin quli. Voy. Kim nima qilsa shuni qilar? Bu kim yegan xopmi? Chol, menga Dubayskiy ishkalat olib kelmadingizmi? Bu iranskiy shokolatingdan ham zo'r, tushundingmi? Bu sifatni Dubai Bafes degan bafilari. Sifat hozir trendga chiqdi. Hamma bloger reklama qilyapti. Bo'ldi, mana shuni yeginda maza qilgan, men qaytib bezovta qilib urib o'ldirib qo'yaman. Chol, o'sha piri bor. Yana nima bo'ldi? Ana ular Spaniya bilan vannaga atirgul sepyapti. Nimadir qilishmoqchi. Lekin buni qila olmaymiz, kampir. Nimaga? Menga qara. Men ham atirgul sepa olaman, lekin boshqasini qila olmayman. 84 ga kirdim. Buyog'i endi bunday bo'lib turgandan keyin buyog'ini buni qanday qilamiz? Ay! La 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 hamisha la la. Do'stlar, bugun O'zbekiston eng boy biznesmenlaridan biri bilan intervyu qilamiz. Bobur Piradas ekanmi yo Paradismi? Piradas. Bobur Piradas, O'zbekistonlik milliarder. Nimaga Piradas? Yoshligimda shu o'rtoqlarim qarshi so'rab kelardi. Bermasam Bobur Piradas derdi, shu bilan men Piradas bo'lib ketdik. Boburga tushunishim bo'yicha oddiy odam emassiz, mashinalaringiz ko'p. Nechta mashinangiz bor o'zi? Endi bir akamizni ko'rsatibsiz, 39 ta mashinam bor debdi. Menda 78 ta bor. Men bu mashinada asosan endi semichka, non-pon, qurt-purtlarga chiqib turaman. Qolgan ishlarimni hal qilish uchun o'zimning shaxsiy samolyotim bor. Masalan, Chilonzordan Shotarostoygacha shaxsiy samolyotimda boraman. Shaxsiy samolyotingiz bor? Mana bu shlyapa Brunello Kuchinellimi yo Lora Pianami? Qatdan buni sotib oldingizmi? Birinchi marta ko'rishim. Nima degan brend, bilmayman. Menga sovg'a qilishdi. Buning ustida quyosh batareykasi joylashgan. Masalan, telefonlarning zaryadlarini o'zim orqali zaryad beraman. Bitta shaharda unaqasi? Bitta shaharda bitta. Bobur Piradas aka. So'kinmang, Piradas. Tilim kelishmayapti. Piradas aka,
qandoq qilib siz millioner bo'ldingiz? Ukammisan, akammisan, borib bu savolingni borku, millioner akalaringga berasan, shundaymi? Nimaga? Men milliarderman. Bobur aka, 1 million dollaringizni qanday ishlagansiz? Kamboja degan davlatni bilasizmi? Eshitganman, investitsiya kiritganmi sotga? Yo'q. Bitta akamiz kim Kamboja davlatining xaritini topib bersa 1 million beraman deganda, o'shanda men topib bergandim. 1 million bergan. So'mda. Elon Musk telefon qilyapsiz. Ha, Elon Musk. Jo'ra, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Sen ishlayapsanmi? Ha, ishla, men dam olyapman. Ana Elon Musk aytayapti. Elon ota mahallada ekan, intervyu qila olmaysanmi? Qilaman, voy nima qilayman? Shu bilan qilma. Vobshe maqtanchoq. Pulni beraman, qilma shu bilan. Yo'q, qila olmas ekan, Jo'ra, vaqti yo'q ekan buni. Bobur aka, rahmat intervyu uchun. Vaqtimiz cheklangan, lekin nima bu? Suv bilan salat. Reklamaga olmaganmisan bu yerni? Yo'q, o'zingiz mehmonga chaqirdingiz-ku. Nima qilay, sen intervyuga chaqiryapsan. Qancha bo'ldi? 32 mingmi suv bilan salat? Ha, aka. Skitka qilmaysizlarmi? Ha, o'zi 32 ming-ku. Yo, men to'lamayman. O'zing to'la. Yo, men to'lamayman. Nimaga to'lamaysan? Sen mantiqan o'ylab ko'r, sen meni intervyuga chaqiryapsan. 32 ming to'la, meni hozircha pulim yo'q. Bobur aka, mehmon qilaman dedingiz-ku. Qanday men mehmon qilaman? Intervyuni sen aytding-ku qilaylik deb. Yo. Men to'lamayman. Xafa bo'lmay-yu, men ketdim. Aka, men to'layveraman. Aka, tinchlikmi? Latifjon, men bor o'zi 5 ming maydan chiqmaydimi? Chiqadi, nimaga? Onasini ham sanishdan puli ekan, chiqib keta olmayapman-da. Alloh aka, muammo yo'q. Kambojada bolalarga aytaman, kartingni tashlab yuboradi. Bo'ldi. To'xtab turing. Lekin haqiqatan ham tiraraz bola ekansiz. Men boshida aytdim-ku, piradasman men. Bola o'zingcha qilaylik bitta. Lekin men o'zim qilganman. Nima qilasan unda? Mayli, sizlarni o'tirib turaman. Oliga vaqtingiz zo'r bo'libdi. Qanjara mana shu salkingni bitta yeb ko'rayda, o'zi qo'lim to'q, просто qiziqdim-da, qanaqa ekan? Zo'r ekan. O'zi qo'lim to'q, просто ta'mini bilaydi. Somsa keldi, somsa. Somsa keldi. Yo, men o'zim qilganman, просто qiziqishganman, chiroyligini qilib. Halakatmisan? Ha, o'zim qilganman, olinglar. Qani shu shashliglardan bitta yeb ko'ray. O'zi qilganman, qo'lim to'q, просто qiziqdim, zo'r ekan-da. Bunisini ham yeb ko'ray. Sen rostdan o'zing qilganmiding o'zi? Ha, nima jo'ra shubha qilyapsan? O'zim qilganman, qo'lim to'q, просто qiziqyapman. Ha, bularni ham ya. Ya, shot keldi qani? 5 ga bo'lib. 5 kishiga 56 mingdan tushdi bola. Nima? Men ham to'layman. Yeding-ku? Men senga aytdim-ku, o'zim qilib chiqqanman, просто sizlar bilan o'tiraman dedim-ku. Sen qornim to'q, bizdan ko'p yeding-ku, hozir jo'ra. Men qornim to'q, men просто qiziqishga yedim-ku. Men endi shot to'layman. Shu kirmay dedim, mana shu yoqqa kirmay dedim, qo'ylar. Yo, sen vechni shunaqa qilgansan, bilasan. Qo'y, pastlik qilma jo'ra. Qara, sana men qiziqishga yedim-ku. Seni noktasından fena, sarışın gididen çok fena. Oğlum. Xotiningga sochini yig'ishtirib yursin. Hamma yoq sochib ketdi. Kecha dadangni ovqatdan ham chiqdi. O'zi aytding-mi? Men endi qanday aytaman shuni? O'zing aytaver. Xo'p, aytaman. Bobur aka, Oyjonga ayting, o'zlarini suvni ishlatsinlar. O'zlariga alohida olib kelganmiz-ku. Bor, o'zing ayt shuni. Men qanday aytaman? O'zingiz ayting. Ey, xotiningga ayt. Har soatda pampers almashtiradi. Birinchidan bolaga zarar, ikkinchidan cho'ntagingga zarar. Mana dadang aytdi. Men qachon aytdim? Jimitiring. Aytasanmi? Oyi, o'zingiz aytsangiz bo'ladi-ku. Ey, men qanday aytaman? O'zing ayt. Bo'pti, aytaman. Deydi hammasi. Bobur aka, Oyjonga ayting. Ona ko'nglim. Qayerga? Qayerga? Qayerga oldin bitta. Qayerga? Mana ayam, o'zlariga gapir, yuziga gapir. Ayajon, o'zingiz gapiring, keliningizga gapiring endi. Men nima deyman? Shunday yaxshi kelinimdi, qachon gapirganman? Sen gapir, gaping ko'p edi-ku. Men nima deyman, Bobur aka? Jannatim, qaynonam, onamdayin mehmonimsiz. Bu aktrisalari sizlarga bir Oskar berish kerak. Rolni o'ylashni qaranglar bularni. Mahoratli aktrisalar. Bravo! Ay taxor omadim, har xor merim lolo. Oho, yamaga basharang bilan tushdingmi nima? Ha, yamalar baxtimizga sog' bo'lsin-a. Ha? Og'zingga dumba. Yamalar ehtiyot bo'l-da yamadan.
Canonamiz. Ona nimagur yami bor ekan, falakat urdi-yu. Yomon teshilib. Teshk juguli. Yamaga tushdingmi? Ha. Ko'rmadimi ko'zing? Yo'q-da. Ko'zga qarasin-da. Yoshlarda. $400 bo'ladi uka. Ha? O'zi mashina o'zini $300 ga oldim-ku, men qanaqa $400? Bor xolasang boshqa joyda qildir, lekin bu yaqin atrofda vulkanizatsiya yo'q, ha? Ha, bo'pti, qilib ber. Nima qilaysiz-da? Asbobni olib-chi. Hozir. Вот тебе. Спасибо. Bu sanga. Девочка, завтра можно короткие юбки, а мини-юбка? Хорошо. Только Жигули сегодня приехали. Мне надо Malibu, Gentra, девочка, ko'zni yaxshiroq qilsang. Ha? Хорошо. Sanam yamani chuqurroq kovla. Kovladim. Halollab deng работает. Halollab ol, qizim. Aha, okey. Siz aman deyaptilar-ku, baliqchi. Yama bor ekan-ku. Usta, Gentra tushdi, Gentra. Qani. O, Gentra. Qizni ko'rdimi? Ko'rdi. Yamaga tushdimi? Tushdi. Nega unda Gentra teshilmadi? Bilmayman. Yamani yoshib kovlab bor yo'qol. Usta, boyagi Gentra aniq teshildi. Aniq teshildimi? Teshildimi? Teshilmas-ku. To'xta, Gentra, to'xta. Ha, tinchlikmi aka? Yo'lda bitta qizni ko'rdingmi? Ko'rdim. Baloning yamaga tushdimi? Tushdi, ha? Nimaga teshilmayapti? Aka, men Largo shinalarni taqqanman. O'zbekistonga yangi modeli kirib kelgan. Bu balonlar 4 ta sezonga ham konkret chidab beradi. Juda yumshoq. Germaniya muhandislari tomonidan ishlab chiqarilgan. Zo'r balon ekan. Bo'ldi ukajon. Pishtek bizga ish qolmadi. Qo'limdan kelganicha ko'zimni qisdim. Yana nima qilay? Yo, qisting, zo'r qisting. Shu ko'zimiz qichidi-da, singilcha. Shu ishimizga qiz bolani aralashtirmaylik degandim. Mana baraka ketdi-da. Ustozlar, Yaman nima qilay? Yur, yamaga ko'maman seni. Yo'qki, ko'maman, shu o'zing kovlagan yamaga ko'mayman, jonim. Xullas, sovchilikka keldik. Mangami? Hazır. Olinglar, o'tiringlar. Yo, onasi demasa, mana shu salat bizga qimmatga tushdi. Kolbasa soldik, sir soldik, mayonez soldik, o'p shu 350 mingga tushdi salat. Yegis kelyaptimi? Yo'q, yegim kelmayapti. Kelmayaptimi? Unda qo'y. To'xtang onashga. Mana shu mevalarni qanchaga oldik bozorda? 650 ming. 650. Qishda qimmat bo'lar ekanda, ha? Yegis kelyaptimi? Yo'q, rahmat. Unda qo'ying xolos. Noto'g'ri tushunmang, просто qimmatga tushdi. To'xtang. Xolachka, mana shu qo'lingizdagi vilkani biz Xitoydan $1992 ming ga oldikmi? Shuni kir qilmaylik, qo'lda yeyvering. Xo'pmi? Svetmi yo'q? Svetmi yo'q, svet o'chir. Svet ham o'zi pulku, bir-birimizni ko'ryapmiz-ku, to'g'rimi? Yo'q, ko'rmayapsizmi mana shu? Kimligingizni ko'ryapmiz. Endi bir qizingizni ham ko'rsak, ha? Mayli, chaqir. Qizim, choy olib kir. Lekin u olib kirgan choy ham pulli-da. Dada, ovqat qilaymi, yo'qmi? Nimaga bunday deyapsan? Sovchilarsiz olayotganmi, olmayotganmi, olishmasa nima qilamiz ovqat qilib? Lishni rasxot qilib. Undan ko'ra dangal gapirsin. To'g'ri aytyapti qizim. Tan olinglar, to'g'ri aytyapti. Hozirlar biz qilgan ovqatni yeb ketasizlar. Keyin olmasanglarchi qizim, to'g'rimi? Shuncha pulga biz ubutga bo'lamizmi? Bora qol qizim, assalom. O'zimga o'xshaydi-da. O'zi to'g'ri olib kelganmisizlar? Qani, ko'raylik, nima olib kelibdi? Bir ko'raylikchi. Молодец. Sifat pichirizni olib kelibdi. Yangichasi chiqibdi, sut burger. Yeb ko'raylikchi. Uncha mazali. Gap yo'q, past ketmasdan zo'r pichini olib kelibsizlar. Bo'ldi. Qizimizni beramiz sizlarga, olinglar. Sizlarda bunday sovchi 2 marta kelib maslahatlash degan narsalar yo'qmi? Nima qilamiz maslahatlashib? Nima qilamiz? Sizlar o'zi yana kelasizlar biznikiga. Biz yana sizlarga dasturxon qilamiz, rasxot qilamiz. Nima keragi bor? Menga qarang. Shunda hamma narsa pullik bo'lyaptimi? O'tirgan joyimga ham pul to'laymanmi? Bir piyola choy ichdim, unga ham pul to'laymanmi? Yo, choy skitkada-ku. Yana nimalarga pul to'layman, ha? Havo.
Uyimizda kislorod olyapsizlar, havo olyapsiz, nafas olyapsiz. Yoqyaptimi havo? Yoqyapti, pulini to'laysiz xola. Toshti paraga. Hamma rasxotingni hisoblab to'lab chiqib ketaman, xo'p? Siz kimni toshti paraga deyapsiz? Nima siz bizni shunchalik paskuda deb o'ylayapsizmi? Yegan ichganlarga pulini to'laylar, uslugasini mayli olmaymiz. 20% skitka sizlarga. Satqa yordam ket, to'r kampir ketdi. To'xta. Men hali ham senga skitka qilib berdim. Ota-onam qishloqdan uyimga kelganda issiq suvga pul olganman. Ota-onangga nimaga olasan pul? Issiq suvda cho'milishganiga olganman. Odam podanmas ekansan. Tushundingmi? Yor oldimga tush. Topgan joyingga sana. To'lab ket, o'tirdingmi? To'lab ket. Qizing. Xola mujik bo'ling. Sifat shirinliklar sehri. Ertaga Hamid Sho'llanikiga soat 10da savobi janozaga boraverasan. Yosh qari. Ertaga Hamid Sho'llanikiga savobi janozaga. Ye, kelinglar, xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Hamid aka, bandalik ekan. Lekin bu tarzan tushunmadim. Nimaga gul sharla qo'yib qo'ygansiz? To'g'ri yo'q bola, qanaqa bandalik, nafasingni siqil. To'y qilyapman, qizimni chiqaryapman men, Janoza deb eshitdik-ku. Janoza degan bizga. Kim aytgan uni? Uzr, ming bor uzr. Janoza deb eshitman, to'y ekan. Kamchilikda endi Saidjon. Hamid Sho'llanikiga to'y ekan. Janoza emas ekan. Argentinada tug'ildim, o'sdim. Sen qandaysan, do'stim? Sog'lashashganmi? Voy, buncha asal ekanmi barchacha? Asal bo'lamiz-da Argentinada tug'ilgandan keyin, chirricha. Jiyan, Argentinada tug'ilish qanday ekan? Shunday ekan, oddiy, hammaniki bir xil-ku. Ona makonim, ota uyim. Endi Argentinada tilak xalaqt beryapti-da. Argentinada Messi, Maradona yurtida tug'ildim-da. Ya buni sevdim-da shu barchachani. Kim shu qiz xola? Jiyan, qani amaksi bitta kakacha bersin, bitta kakacha bersa kakacha. Seryoz hazır qilay, nima so'rayapsiz? Argentinskiy patsanga shunaqa hazır qiladimi? Yoshlik qara yana. Ha, saskar nima qilyapsan? 25 ga kirdim, ota-onamni boqishga bir so'm pulim yo'q. Men tug'ilishim bilan 50 ming dollar ishlab uydagilarga berib qo'ydim. Argentinada tug'ilsa 50 ming ishlaysan. Vilayda shu barchachaga. Men seni bachang emasman. Bor yo'qol urib o'ldirib qo'yaman, tushundingmi? Bu nima bu? Innovatsiyami, xolos? Jiyan, bunda sen yotasan. Это kanalizatsiyami bu? Menga bunaqa kanalizatsiya kerak emas. O'zimni kanalizatsiyam bor. Dudu Baby tagliklari Yaponiyada ishlab chiqarilgan. Messi ham, Maradona ham mana shuni kiyishni orzu qilgan. Lekin men kiyib yuribman. 12 soat, 20 soat kiyib yuraman, hech qanaqa namlikni o'tkazmaydi. Balo qazolardan saqlaydi, xolashka. Bu Yaponiyaniki bo'lsa qimmat emasmi? Ya, bu arzon. Voy, asal barchacham qanimi? Mana maqsad nima, polapon? 150 ta davlatga viza olibsiz-ku, meni ham olib keting. Yoshing nechida sani? 26 da. Meni yoshim 6 oylik chaqaloqman. Ona qilib yuramanmi sen olib ketib? Ona qilib yuraymi, ayt? Ya xolashka, hamma manfaat bilan-da. Nimaga Argentinada tug'ildim, Sirdaryoda tug'ilsam bo'lmasmi-da, ha? Ana o'qis sovuq o'tyapti. Yo'q. Hozir bilmaydi. Yaxshi qiz. Sovuq o'tmayapsizmi? Sovuq o'tyapman. Judalamda sovuq o'tyapman. Tushunarli. Sovuq o'tyapti вообще, qiz. Yo'q. Ha, muzlab qolgan bechara. Muzlatdim sovuqda? Ha, muzlab qolgan, shuni bacharasidan ma'lum. Ketdikmi? Ha, sovuqda balo bormi ko'chaga unga?
Armiyaga ketyapsizmi? Ha. Mani uydagilar Abduqodir Husanovga berib Kim edi u? Toshkent City'ga o'tibdilar-ku. Manchester City'da qara. O'sha futbolchida. U kep sangullanar boshqa odam qurib qopdimi? Nima men eshik qisganmi? Sani eshik emas, darvoza qisgan u. Qarab tur, men armiyaga borib, o'sha Abduqodir Husanovdan ham zo'r bo'lib kelaman. Sen hali afsuslanasan, qarab tur. O'g'lim, shu armiyaga borma. TikTokda battle qilib, PUBG o'ynab yuraverdi. U yoqda issiq ovqatingdan kim xabar oladi? Men borman. Borib erkak bo'lib kelaman. He, menga qara. Bobang kelgan, qani ruxsat berarmikan, ey? Bu Abduqodirni olayotgan puli o'zimiz so'mda qancha bo'ladi? Shu $1 million so'm bo'ladi otam. Va bobojon. Birovni pulni hisoblab o'tirishdan boshqa tema yo'qmi? Hozir butun dunyoda shu tema bo'lyapti-da, bolam. Nima mo'ltallab o'tiribsizlar? Ota, nevarangiz armiyaga ketaman deb javob qildi. Armiya? Ha. Yig'ishtirdi armiyangni, bo'lmaydi. Mana men 4 yil soyuz payti Sibirda xizmat qildim. Yirtiq sapogda kartoshka tozalab polatib urib o'tib ketdi. Bekorga dembillar urib tishimni sindirdi. Bundan ko'ra balog'ermi bo'lsang bo'lmaydimi? Blonger. Shudan televizorlarda ko'ramiz, Davron to'g'ri shularniki mazza qilib yashayapti. Ana. Nima desanglar deylar. Men baribir boraman bobojon. Bo'pti, bobo, men ketdim. To'xta, non tishlab ket. Non nimaga? Sonoma qaytib kelishing uchun-da. Ammo o'lgan ketyapmanmi, bobo? Ma bolam, ma. Shoshma. Magazinda noni bo'lmaydi. Beva ayol yopgan non bo'lishi kerak. Men ketdim. Oyog'im qaltirayapti. Qaltirama jigar. Bo'ri bo'lsang bo'riday bo'l. Askarlarni zo'riday bo'lgin. Teksun! Bo'ri, qaltiramang bo'ri. Katta hayot endi boshlandi. Ketding yigitlar. Bu kimlar mangami? Katta xolangga kimga bo'lar, sanga-da? Boshdan oyoq sarflab beryapsizmi? Bu sapog yangimi? Nima eski bo'lsin-da? Bobom aytganda eski yirtiq sapog beradi deganda. Kechirasiz, jigar. Nima? Jigar. Jigar uyingda bo'ladi. Serjant Azamatov bo'ladi. Bor soching oldirib kel. Uzr. Serjant Azamatov, Sanchas qayerda? Nima qilasan? Qornim og'riyapti. Tavba qildim. Ammo kelgandan Sanchas so'rayapti. Sharmanda. Uzot uyg'on! Uzot uyg'on! Uyg'onamiz! Nima bo'lyapti? Urush bo'lyaptimi? Serjantim, nima bo'lyapti? Nima unda harakat qilyapsizlar? Bir bosarim tur. Qo'ysangchi, jigar azgi chuqlayli. Yo, serjantim keldi. Assalomu alaykum. Tiray askar. Bo'ldi. Vaqtli turamiz ekanda. Nima qilaylik biz hozir? 6 bo'ldik hali. Restoranda ham bunaqa ovqat yo'q-ku. Sevdim shu qizni. Hozir kelaman. Ovqatim yema. Yaxshi qiz. Sizga gul bersam, menga non berasiz. Hey! Ochirta tur, biz ham gul beraylik. Sariq pishaq, senlarga boshqa qiz yo'qmi? Nima men yaxshi ko'rgan qizga gul bermoqchisan? Jigar, chastadaqa shu qiz bor ekan-ku. Boshqa qiz yo'qmi-kan? Yo'q-de. Men beray shunga, nimani qilyapsan? Men beray, men katta-ku. To'g'rilikdan so'ta qo'sha. Kartoshkani tozala, qo'llarni aq. Tinchlikmi, Mansurov? Serjantim, bobom aytdi, kartoshka tozalaymiz ekan. Bu bobong davrida qolib ketgan u kartoshka tozalash. Uxla. Serjantim, TikTokda battle qilsam bo'ladimi? Men senga uxla dedim. Ha, bo'ladi. Bo'ldi, jigar. Yo'ldami? Boryapman. Ha, bo'ldi, sen uchun har doim pandash ketaman, jigar. Qayerga borishim kerak, jigar? Nima bu, lunatikmi bu? Lunatik. Ey jigar. Serjantim nima qilyapti u? Yo'qsiryapti menimcha. Qanday yo'qotsak bo'ladi? Voy, xo'llatni olib kel. Xo'llatni. Qo'y bo'ladi. Qo'y. Serjantim qo'y. Bos.
Sirqing qilsin, sharmanda qilding odamni uyqusira bo'l. Lunatikmisan? Nima qilyapsan, jinni? Salom askarlar. Salom. Kim qo'shiq aytishni biladi? Men Jigar. Pochchangni borib Jigar deysan. Xo'p bo'ladi, pochcha. Uyla. Bu yurak seni izlar hamon. Tilbalarcha suvdim, hey yaron. Safga tur. Xo'p. Jinni. Mansurov, qo'shiq sen aytasan. Xo'p bo'ladi. Uni bosgan tuprog'ingni saqlashingda. Onang ishonchini oqlashingdan, vataningga xizmat qilish xohlashingdan. Ko'tar o'rga aka. Jaloldin ruhlarin shod aylagin sen. Yo, bu baribir boshqachada. Atmasga. 7 oydan beri Sanchesda yotibsan. Sana xizmat qilgin kelmayaptimi? Xizmat qilgim kelyapti, qornim og'riyapti-da. Yana bir 3 oy yotgan, xudo xolasa armiya ham tugaydi. Usta, qaytganingiz rost bo'lsin. Siz qabriston qo'llab qolganda lekin. Ey, So'taxo'ja, sal erkak bo'lgin. Borimdan ko'ra sochingni oldir. Odam bo'lib qoptimi, usta? Voy askar bolam keldi mana. Onajon, bu askar o'g'lingiz keldi. Hech qaysi askar mendek mardonavor xizmat qilmadi, onajon. Kasal bo'lib qolmadingmi, bolajonim? Chibinam chaqqani yo'q. Ha, hali ham daraxt ushlab o'tiribsanmi? Ana futbolchiga tegmadingmi? Ana Abduxafor aka Husanov akagami? U fake ekan-ku. Dadam bersam ham sizga beraman deyapti. Balochani yebdi. Endi men o'ylab ko'raman. Men qara. Hali Pep Guardiola nomerini beraymi? Nimaga? Bir telefon qilib so'ra, aniq o'tibdimi, yo'qmi? Asalom umidvor bo'lib o'tirma men yerda. Biz borki yurtimga yov nazar solmas, mardlar safidaman, jasur sher yurar. Juda o'rinli savol bo'ldi. Qarang. Hozir siz shashlik yeb o'tiribsiz-a? Uyda ayolingiz nima yeyapti? Erkak kishi nima yesa, ayoliga ham shuni yedirish kerak ekan. Ofitsiant. Nima akalar? Menga 4 ta shashlik qo'ying, Saboy. Juft halolimga. Xo'p bo'ladi. Meni ham xotirimga 4 ta qo'ying, maza qilsin. Menga ham 4 ta qo'ying. Kimga juft halolingami? Ha. Qo'ying. Mayli. Ayolingizga shashlik olib berdingiz. Lekin ota-onangizgachi? Ota-onangizga oxirgi marta qachon shashlik olib berdingiz? Esla olasizmi? Ofitsiant. Nima ekan? 10 ta shashlik qo'ying, padari buzrukvorimga. Meni ham jannatim onamga 8 ta qo'ying. 4 ta shashlik qo'ying, ota-onam dietada. Ana qay ota-onangizga shashlik olib berdingiz. Lekin jigarlaringizgachi? Aka, singil opalaringizga olib berdingizmi shashlik? Ofitsiant. Shampurdagi bor shashlikni qo'ying, 70 ta avlodimga. 100 ta jigar qo'ying, jigarlarimga olib ketaman. 75 ta qo'ying, Qalay marketing? Zo'rmi? Hamma shashlik sotildi. Endi pastga tushamiz, pastda klientlarga oshga urg'uni beramiz, xo'pmi? Telefonim qoldi-ku. Jigarlaringizga somsa olib berdingizmi? Ofitsiant, olot somsadan 100 ta. Somsani ham sotamiz. Nevishtasi maydachi? Singilchi? Bu o'g'ilchami, qizcha? O'g'ilcha? Mencha firincha. O'zi to'ylaringga bo'ldi qancha? Menimcha 7 oycha. 7 oychada shu o'g'ilcha. Balocha. Uyoltirmang amakicha. Bu yoshlar yomon chaqqoncha. Havocham sovuqcha. Men uyga ketdim. Ozgina o'tir. G'iybatcha-da. G'iybatchaman, suhbatcha. Yana kelyapti darmaycha. Darmaycha. Assalomu alaykum amakicha. Bu qachon to'ycha? So'ymaysanmi bir qo'ycha? Iloji qancha chiqmayapti debdi, yaxshi qizcha. O'zi joyidami sog'liqcha? Ushlabdimi jancha? Bu akang qildi prikolcha. Ukacha, onachangni, otachangni qiynamasdan tezroq uylanda. Sizga nima farqi bor amakicha? Undan ko'ra qivering g'iybatchani. O tapishkacha bilan basharachangga bir uraman. Aptichan yoriladi. To'liq bu. Go'dakcha. Открывает двери без ключа. Oy, yaponcha, optiyang mo'sincha?
va yaponcha uyga qilamiz shuncha. Как раз yangi qilganda cho'poncha bilan salatcha. Ya qo'ying amakcha, uyga boray ertacha. A bu xotinchasining chiziqchasidan chiqa olmaydi-ku bacha. Ya pocha. Oshirib yubordi ekanchicha. Ko'ngilchasiga tegib qo'ydingiz-da. Ko'ngilchayni ko'chasiga, ko'ngilcha. Ammo aytgancha, uyda kuygan lampochkacha. Shunga olgandim duselcha. Narx qancha? Qimmatmas uncha. Odamlar maqtashyapti, uyni yortar ancha. Tokni ham yerkan jicha. Sifati ham vafshi findiferskicha. Bo'pti, unda bugunga yetadi g'iybatcha. Davay tagda, ertagacha. Oy, qoch, mana o'chirdim. Men ertalab kelganman. Qo'y. Mana o'chirdim. Eshikni ochib yuboringchi. Ani navbatim, unday qilma, men o'chirtingga qara. Assalomu alaykum. To'xta! Assalomu alaykum, Hikmatjon. Mana des ukam. Gap yo'q, omadingni bersin. Zo'r bo'lib ketibsan-ku. Uzr, tanimadim aka. Shunaqadasizlar, pulinglar ko'paygandan keyin tanimay qolasizlar-da. Men Najmiddin akang bor edi-ku, amaking. O'sha amaking tog'asining jiyanini, xolasini o'g'li bo'laman. Juda uzoq ekan-ku, qayerdan taniyman? Shu uzoq, nimasi uzoq? Jigarmiz, jigar. Xullas Hikmatjon, bir $50,000 qarz berib tura olmaysanmi? Biz ham shu chorva-porva qilib, sanday bir biznesmen bo'lib ketaylik. Aka, bitta gapda, vaqtida qiynalib yurgan paytimda qayerda edingiz? Dalada edim. Mollarga qarayotgandim, sen qator, men ham qiynaldim, ukajonim. Endi men seni bunday zo'r bo'lib ketishing tushimga kiribsanmi? Qayerdan bilaman? Zo'r bo'lib ketganingdan keyin kelyapmiz-da, ukajonim. Aka, tushib turing. Keyingisi. Nima tushib turaman? Tushib turing aka, keyin gaplashamiz. Mayli, zo'r bo'lib ketibsan o'zingcha. Ha, nima bo'ldi? Marda ko'rmayapti-ku. Majjon. Bor-chi, navbating o'tdi ikkovinglar. Yo'q, eshik qiz bolaga nima bor ekan? Assalomu alaykum. Hikmatjon, bolam yaxshimisan? Rahmat, o'zi yaxshimi? Men tanimading-a? Yo'q, uzr lekin. Men vatan tuyg'usi o'qituvching Beg'am Ma'limman. Ustoz tanidim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Eshitdingizmi? Odam bo'lmaysan, sen katta bo'lsang deyardingiz. Ha, endi hamma ham inson, hamma ham adashadi. Qayoqdan bilaysan odam bo'lishingni? Eshitdim, bir Xorizormi degan restoran ochibsan-a? Xorizor emas, Gorizont restoran. Ha, Gorizont. Xullas, Hikmatjon, bir kichkina iltimos bilan keldim. Xo'p, nima qildim? Shu jiyaning san'atga jay ish qilyapti-da. San'atkor bo'lmoqchi. Bir sponsorlik qilmaysanmi? Xo'p, qani bir eshitaylik-chi? Qani o'g'lim, davay. Shukurlarda Hikmat akani tuyg'ulari sonlo, lekin insonning yuragida bo'ronlo. Hozir bizga qiladi sirasi sponsorlik darrov. Qalay? Ustoz, qo'ying, xalqni qiynatmaylik. Itak san'atkorlar o'zi ko'payib ketdi bunaqalari. Xalq qiynalmasin. Onangga o'xshamay o'l og'zingga kelgan gapni gapirasan. Tush oldimga. Siz o'quvchimisiz-ku? Ota haqida qo'shig'ing yo'qmidi? Ha? Ota aka haqida yo'qmidi? Nima bo'ldi? Bo'ldi, tushing, amaki, tushing. Oldin bo'lardi, yosh katta qo'y. Qoch. Assalomu alaykum, Hikmat aka. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zi yaxshimi? Uzr, tanimadim. Kimsiz? Bo'lajak kuyovingiz-da mana, Ikromjon. Qanaqa bo'lajak kuyovim? Singlingiz bormi? Bor, singlim. Shuni qo'lini so'rab keldim-da, aka. Valiq kichkina qiz bo'lsa, maktabni bitirmagan, undan ko'ra borib Baxtiyor akani qiziga o'ylansangiz bo'lmaydimi? Universitetni yaqinda tugatdi. Baxtiyor qassobda aytyapsizmi? Bo'lmaydi. Uni siznikiga o'xshagan mashinchalari, bizneslari, pullari yo'q. Boshingni o'raman buni qizini. Men qara, tur yo'qol bu yoqdan. O'ylab ko'ring aka, zo'r. Tur yo'qol dedim, chiq. Keyingisi. Bo'lmaydimi? Yo'q. Tush. Tipaji bo'laman. Sen qayerqa? To'xtang, bir ikki og'iz gapim bu. Nima gaping? Ismingiz nima edi o'zi? Hikmat. Hikmat aka, meni sevolmaysizmi? Yo'q, uzr, sevolmayman. Xotinim bor. Xotini bor buni? Rostdan xotini bormi? Sizga o'xshagan boyvachcha odamlar yo'qmi? Yo'q, bilmayman. Bor, nima qilasiz? Sal kech qolding-da. Kimsanmi? Kir. Hikmatjon, o'ylab ko'rmadingmi ukajon? Ha, yo'q. Do'stim, yaxshimisan? Rahmat, o'zing yaxshimi desin? Bormisan, tinchsan? Yaxshi, rahmat. Nima xizmat? Izingdami 8,000 so'rab kelganding. Esimda, bermagan eding o'sha payt. Ana shuni yaxshi ham bermagan ekanman. Nega? Ana shu bermaganim uchun sen ana shu katta odam bo'lib ketding. Senga motivatsiya bo'ldi-da bu. Yo'q, xo'sh, xizmat. Ish kerak, jo'ra. Ish kerak. Shu bir Xorka Distribution degan kompaniyangdanmi bir mana bu News Business Centeringdan bir ish qilib ber. Как раз qarovlikka odam kerak, o'shani gaplashgin. Bizni do'stligimiz hurmat qorovullikmi? Xo'p, sen shundan boshlagin. Jo'ra, bir direktor qilib qo'y. Mani o'rnimga bo'lasanmi yo?
Zo'r bo'lar, Jo'ra, zo'r bo'lar lekin shunaqa qilsak. Bor yo'qol chiq bu yoqdan. Hayda mashani. Jo'ra, 8000 bermagandim eysizlar. Bor yo'qol bu yoqdan. Ana 8000 bermagan uchun bo'lgansan sen shunday. Bor yo'qol. Hayda mashani. Sal ishing zo'r bo'lib ketsa, hammasi manfaat bilan keladi oldinga. Ha, nima bo'ldi? Bo'lmadi. Balanglar. Nima qilamiz? Rustam o'quvchiman zo'r bo'lib ketgan lekin. Qaysi anu manqami? G'ilay. Birini o'qib yurardi. Ketdik shuni oldiga. Bormi? Yo, uni qizi yo'q lekin. Sizlar mafiyami? Nima xizmat akajonlar? Toshkentga dastavka bor. Bo'ldi, hech qilamiz. Dori pora emasmish qilib. Pishak. Pishak? Buni ismi Barsik. Agar Toshkentga vaqtida olib bersang, $10,000 beraman. Bo'ldi, davay, olib boraman aka. Buni o'zi $50,000 turadi. Nimaga bu tilla tushadimi? Agar vaqtida olib bera olmasang, sen tilla tushasan. Aya qara. Faqat buni oldinga o'tirg'izib ketasan. Oldimga sal g'alati emasmi? Yonimga o'tirg'izsam men? No, yoningda. Ha. Oldi sedankaga. Bo'ldi. Qani tursak. Hozirmish ko'kanda tursak-a? Barsik. Ha, barsik. Ke jonim. Toshga 3 kishi Toshga. Короче, arslonlarim. Brat Toshkentga ketyapti. Tipa klient bo'lib o'tirib olamiz-da, cho'lning o'rtasiga borgandan bratni bosib, sentrani olamiz. Yes. Maydalab sotamiz. Menga qarasang, senga boshimni qimirlasam hujumga o'tasan. Bosaman. Tushunarlimi? Bizning guruh. Mehri daryo o'g'rilar. Bizning shior. Layli, meni unutmayli. Ketdik. Qani ketdik. Basharalaringga, sizlar nima bo'lgan basharalaringga? Biz kirish yopamiz quyoshga yaqin-ku. Qurilish. Qani yo'limiz bexatar bo'lsin. Barishjon sen qandaysan? Kelajakda. Farzandingizmi bu? Jinnimisan? Mushuk bu, pishak. Dastavka bir akaniki. Onna. Ayo bo'lmaydi bu. Shuni deyish kerak edi. Ketdik. Kim bu apa? To'xtamang. Ya, to'xta bilmayman. Assalomu alaykum. Va alaykum. Voy uylayman, uyga yigitimni ishlaykansiz. Astagfirullah. Nima deyapsan? Tinchlikmi nima gap? Toshkentgacha. Yo, singilcha uzr, joy yo'q. Mana joy bor-ku. Abi Barsikni joyi ko'rmayapsanmi? $500 beraman, uylab ko'ring. Haydang. Hadi. Oling. Oylik canon ko'ylagi Aka. Mabodo o'lib tirilmaganmisiz? Nima deyapsan sen boydan beri? Tavba qil. Yamonim o'lgan yigitimni ushqayapsiz-da. Kavachalo o'lgan ketdi. Nima deyapsan sen mana? Akam ham suxaring qaydan gaz, mazasi dahshatli. Ya, mana jinnini qara, bak jinnini qara. Nimani yeyapsan sen? Suxaring mana, suxaring. Ha? Bu mushugimni ovqati-ku. Barsikda ovqati-ku. Mana uni ye undan ko'ra, mana uni ye. Nima qaysini? Mana to'g'ri asalini ye, tavba qildim. Ye. Mazam bo'lmayapti. Qusma moshinga. Jam telefon bo'lyapti. Assalomu alaykum shef. Ketyapsizlarmi? Ha, shu sal cho'lga yaqinlashib qoldik shef. Aya qara. Barsikni to'sib qo'y. Nima Barsikni to'say? Ha, to's. Nimaga o'zi chiqolmaydimi? Yo'q, gapni ko'paytirma. Bo'ldi, to'samizda, hozir to'saman. Bo'ldi, sal chetroq qo'yib hozir to'saman. Barsik chushqi polvon. Bos. Barsik, chushqi bola. Nima bu chushqimaydi? Bilajeni salfetka nimaga? Mushukni ko'tini archik. Yo, shart emas. Shunisi qilmaydi bu. Mana. Ishlar sanasi. Qulay. Ya? Nima bu qulayapti? Spirt ko'proqmi deyman, ha? Nima qilyapsizlar? Yo'q, shu narsa. Barsik chushqi bola. To'xta, meni ham mazamni qochirdim. Nima qilyapsizlar? Nima bo'lyapti? Shu qo'yaman, nima qilyapsizlar? Mana Barsikni ham to'sib oldik. Aka, menga qarang, ismingiz nima edi o'zi? Nig'matilla. Mening o'lgan yigitimni oti nima tilaydi?
Ne'matilla saniki. Bo'ldi qey, tavba qildim. Anaga nima bo'ldi? Nimaga qirilyapti? Yo, yaxshi-anchi. Sen salfetkaga nima surtding? Asal, oddiy asal bu. Aka, e'tibor qilmang, bularning shunaqa kasali bu. Ha, bo'ldi. Cho'lga yetib qolmadikmi? Ha, cho'lga hali bor. Hozir 1 minut shep qiling. Ha, shepim. Barsikni to'stdingmi? Ha, barsikni to'stim. Zo'rg'a bir aldab to'sdim ha. O'zingga nima yeydi? O'zingga nima deysizmi? Ha. Men uni yemaydim, men uni. To'g'ri asalini yemaydimi? Barsik tuxum yeydi. Tuxum yeydimi? Ha. Bo'ldi, yech qilamiz shepim. Xo'p. Barsik tuxum yer ekan. Qanaqa tuxum yer ekan? Qaynatilgan tuxumda. Nechta kerak deyapti? 2 ta. Bor-ku menda. Qaysi sanda tuxum bormi? Damashni tuxum bor. Yo, damashni bo'lmaydi deyapti, anaqa. Qanaqa? Boshqachasi. Bu sandagi emas-da, короче. Здравствуйте. Опа, ruschani bilmayman. Вот ваши яйца и хлеб. Demak, yaysda degan tuxum ekanda. Yaysda xleb deyishim kerak ekan. Assalomu alaykum. Здравствуйте. По-русски говоришь ки? Да. Что вам надо? Яйца. Ага, жареный или вареный? Xleb. Что? Вот tuxumcha bo'ladi-yu. Qo'qoroqub. Paq. Я вас что-то не понимаю. Tuxum der, tuxum. Вот белый, строгий пaq. Он вот cho'ja. Paq. Дайте. Значит, яйца. Яйца. Xleb. И хлеб. Xleb. Barsik sassiq tuxumchani yedi. Ha, shepim. Barsik tuxum yedimi? Ha, yedi, tuxumchani mazza qilib yedi. Zerikmay ketyaptimi? Ha, yo'q, zerikmayapti. Endi barsikka ertaga aytib ber. Ertaga aytay? Ha. Allah aytib bir sut bermaymi? Aytib ber dedim. Ha, bo'ldi, aytamiz, bo'pti, xo'p shepim. Barsikka ertaga aytish kerak ekan. Kim yaxshi aytinglar? Aka, nima pishak bu o'zi buncha avalayapsiz? Sizlar bu pishakni bilmaysizlar. Bu pishak zotli pishak. $50,000 turadi mana shu barsik. Pishak $50,000 turadimi? Mana qimmat tur ekan-ku. Ha, sendan qimmat. Bu pishak dastavka qilishim uchun menga $10,000 berishmoqchi. $10,000? Серьезно? Pishakka $10,000 dastavka. Ha, xohlasa men buni yeymiz, ammo xohlasa bir nima bilmayman, endi majburman. Xullas, qadim o'tgan zamonda juda olis tomonda barsik degan bir mazgini barsik qiladigan bir mazgi hojatxona qayerda shunday qistak deb kimdir aytib tursin. Ertakmi, rivoyatmi? Rivoyatmi, nimadir, g'azal bo'lsa ham. Aytaman. Barsik katta tezlik bilan O'zbekistonning janubiga qarab yo'l oldi. Zo'lishganmi? Zo'lishga kunlardan bir kun Bir suv yo'g'e qo'li chaygan-ye. Voyib ketamiz. Singilcha akalash qayerga qochyapti? Bilmayman, pishakchani olib qochib ketdi. Nima pishakni olib qochadi? O'rniga 3 ta jenter olmoqchi sotib. 3 ta jenter o'chiravozing. 3 ta jenter o'chiravozing. Yo'q. Ya qo'y, barsikni bilib ber, barsikni. Wow! Birinchi bo'lmasa o'lib ketgan qizil kitob tushadimi? O'lib ket. Nimaga qaramadingiz? Ya barsikim? Ya omonatimi? Ha, barsik. Endi nima qilaman? Siz siqilishingiz o'lgan yigitimni ushlayapti. Zaybinaxon ekansan borka. Sani bir yigiting o'lmasin ekan borka. Hammaga ayt yigiting o'lganligini. Pest! Ana pishagimiz barsikmi? Ya, barsik emas bu. Yomon mushuk ekan. Kuz. Hey, mushuk. Bilasanmi nima keldi? Hayotga bo'lgan anaqa keldi. Yur. Bratanlar, sizlar zottor pishakka yaxshi tushunasizlar-ku. Sotamiz olmaysizlarmi? Olamiz aka, qancha deyapsiz? 50,000 deyapmiz, 35,000 ga beramiz. Beramiz aka, naq. Aka, 25,000 naq beramiz. Ikkita jentrani puli ber. Bering. Mana. Aka, izdivasiya qilmang, buni ichchi bitta jo'zga tiqib qo'ying, xo'p? $25,000 deyapman. Zottor mushuk ko'rmayapsizmi? G'alati emasmisizlar? Do'konimdagi hamma narsalar uncha chiqmaydi-ku aka. Olmaysizmi shunda? Yo'q. Aytdim men senlarga shu jentran tinchgina olish kerak edi. Mana ahvol. Men bilan maslahat qildingmi? Sen uxlab yotuvding, seni olib qochganimga shukr qil. Boy aka, bu pishak sizga yarashadi-da, turishini qarang. Nechta pul bu mushuging? 50,000 aka, kami bor. So'mdami? Dollarda. Dollarda?
Turg'ale bu yerdan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, mana Barsik sizga topshirishimni aytganda mana topshirdim, esalomon. Bu rasmda semiz edi-ku bu? Semiz edi. Endi yo'l azobi ozib ketdi-da, odam ozib ketyapti-ku. Rangi ham seriyimidi? Men sizga nima dedim? Yo'l azobi dedim. Stressga tushdi bu bechora. Oqarib ketdi shunga sochlari. O'zi yaxshimish qilib? 1-2 kun boqing, o'lmasa agar yaxshi bo'lib ketadi. Ha? Zo'r bo'lib ketadi. Bo'pti, kelmang. Vaqtida olib keldingiz. Xizmat haqqingizni oling. Yo'q aka, pulingiz kerak emas. Oling yurakdan. Aka, shuni yuragingizga tiqib qo'ying. Qaytib mushuk dastavka qilganim bo'lsin. Hozir. Pishakni so'ramoq bo'lmasang nima qilaman degandim. Agar vaqtda olib berolmasang, sen tilla tushasan. Yo'q, aka, menikidan tilla chiqmaydi. Men harakat qilsam ham chiqmaydi. Endi u atroflikni bo'lsam chiqmasak agar. Pishak $50,000 turadi. Menga qara. Pishak inson qadridan shunchalik muhimmi? $50,000 deb og'zingni ko'pirib gapirasan. Ayniqsa qanchadan qancha insonlar oshnaxonlikda o'lyapti. Sen pishagingni narxini aytasan? Ha? Sadqai odam ketlaring. Senlarga inson qadridan pishak qadri muhim bo'ldimi? Yo'q. Shuncha gap, shuncha gapirdim, urding, ha? O'ldir. Shoshma. Mana o'sha sen insonlardan ustun qo'ygan pishak. Bir tiyinga qimmat. Ko'chada kuchiga bo'lmayapti. Ishla. Bu pishak uchun akam o'zi yemagan tuxumlarni yedirdi. O'zi eshitmagan ertaklarni aytib berdi. Sen bo'lsa kelib xo'rlayapsan. Odamgarchilikmi shu? Aql chichma otalar so'zi. O'zing insofli bo'lib qoldingmi? Nima o'g'irlading pishakni? Kimdan so'rab o'g'irlading? Ha, qaysi vijdon bilan kelding oldimga? Nimaga kelding? Gapir. Bagajda krossovkasi qolib ketibdi. Vai bana vai bildin uçurum kaydettin. Ilmurod aka, muncha qaltiryapsiz? Xolidajon, Sirojlar rождения. Juda ham hayajondaman. Tug'ilgan kuningdan tabriklayman. Mana sovg'a senga. Seni sevaman. Chal. Ko'ngil torimni chal. Voy, ular Ilmurod aka menga telefon sovg'a qilibdilarmi? Voy! Sevgilimni ko'rdingmi? Ha, o'lding qaltiroq. Lekin sen zo'r chalding. Xuddi avnikini chalgandek bo'lding. Kimnikini? Bitcoin'nikini. Yur, endi men senga yeriyman. Yuriysanmi? Ha, To'g'ri, men senikida. Yur. Endi sevgilimni nima qilaman? Uylanasan. To'ydan keyin zo'r bo'ladimi? Va To'g'ri, 300 gramm kolbasa qovuring tuxumcha bilan. Buxanka ayt. Buxanka chimki salat bilan. Lekin yomon chalar ekansan. Chalishga usta ekansan. Qayerda o'rganding? 4 yil konserva bankada nima o'qidimmi? Konserva banka? Konservatoriya. Qanday chalyapsan sen bunda? Qilyapsan? Ichingga tortasan, tashqari chiqarasan. Tushunibsanmi? Ko'rasan. Yo'q, men chololmayman. Tabrik, qaraylar, men tug'ilgan kunimga telefon sovg'a qilishdilar. Voy qizim, umringga mana shu telefonday chiroyli bo'lsin. Baxtli bo'lgin qizim. Aytgansizki. Bu o'zi qanaqa telefon ekan? Nomi nima ekan? Bu Honor, hozir trendda. Qani qizim, bir oilaviy rasmga tushaylik. Voy, qorong'ida xirachadi. Nima deyapsiz, xo'lashga bu abitga ham, qarong'iga ham kamerasi cho'tka oladi. Mana. Mani ko'zim yumilib qopti-ku. Nima deyapsiz, xo'lashga bu telefonda ortiqcha narsalarni kesib tashlasa bo'ladi. Mana, sizni kesib tashladi. Voy, o'zi men bu uyga ortiqcha odamman. Kesib tashlaveringlar. Men ketdim. Bekor kesdinglar shuni qizim, shu ko'zini ochib qo'ysang bo'lmasmidi? Ilmurod, 12600 bo'lib tushladin. Yo'q, nomi chaqimma. Tuxum ochdimi? Kolbasa ochdi. Kolbasa shuncha oshadimi? Kolbasa halolda. Ha, halolimi? Hozir telefonni to'layman. Ya to'ba. Ishlaymi? Qo'ldan tug'ilgan kuniga pilti shokolad oldim. Adashib telefonimni beribman-ku. Yo'q, Chumo. Hozir olib kelamiz aka. Putin nimaga ushlab ketdi? Otam degan telefon qilib ko'tarayqani? Elmurod qayerdasan eshak? Velik qani eshak, velikni olib kel. Adash tushdi chog'imdan.
Assalomu alaykum. Xolada uyishga. Telefonni ber. Onur telefonni ber. Telefonni ber! Ha, yo'q, garanik qoladi o'zini. Men senga pilchi shokolad olgandim tug'ilgan kuningga. Telefonni adashib berib yuborma. Men bor uzr, yo'qim ishtaka. Oshqmadinglar. Shoshma. Sen nima qizimni ko'nglini xira qilib ketyapsan? Men nima xira qilaman, aka? Prosta adashib qolibman, qaltirab bo'yab. Men hozir shunday qilaman. Sen dunyoni xira ko'rasan. Tushunding? Amaki! Nima qilay, shu joyda saksofon chotki qilib chalib beraymi? Uncha chalishga qiziqdingiz do'stim. Shu chalinadigan joymi? Ha, ishlamayapti. Uyga borasan, uyda mazza qilib chalasan. Yur bu yoqqa. Ha, ishlamayapti. Ha, ishlamayapti. Amakim choldiradi hozir. Yur deyman. To'xtama, ishlamayapti. Ha, ha. Ishlamayapti. Qurtlagan tishing. Nima qilyapsanlar? Babshi ishlamayapsanlar. Hozir mana ro'za sezon. Mazza qilib soqqaga uringlar. Sen nima qilyapsan? Nima sotyapsan? Vlajni sotyapman. Qanday sotyapsan? Odamlar vlajni kerak emas deb 5 ming tashlab ketyapti. Pulni olyapsanmi? Ha, olyapman. Nima olasan? Menga pulingiz kerak emas. Vlajnimni olib deb o'tkazmaysanmi? 3 mingga vlajni olyapsan, qara. 25 mingga sotyapsan. Yo'g'i. Hammasi tizimlashtirilgan-ku. Sen nima qilyapsan sen? Balon qoraytiribdi. Chumarak, shu havoda kim balonni qoraytiradi? Nima qilay? Jumaga bor. Mana masjidlarga bor tarovihda. Shu mana chotki pul qoladi. Ha, paket ko'tarib. Sal kalini ishlab-ji. Siz nima qilyapsiz, onaxon? Men bozorda ashula tepam bola bilan. Ashula? Men sizni ko'rdim. Sizda uyat bor ekan-a? Bunday qilib turibsiz-da, u odam ketsa sizdan qolib ketyapsiz. Endi 2 oy bo'ldi-da. Oxirigacha silang. Uyatni yig'ishtiring, yurakdan olib tashlang. Yuzni bezni yoqing. Hop, mana oyim bola emasligini bildirib qo'yapti-da. Mana qarang. Mana shuni kiying. Bitta bolacha ushang qo'lingizga. Obodonlashtirishda ishlayman deb prosta shunday tursangiz borki, sizga hamma pul tashab ketadi. Tariqalaydi sen. Sen nima qilyapsan, Mo'ylov? Men shu viloyatga keta olmayapman aka, pulim yetmayapti deb Sirdaryo, Jizzaxgacha pul olibman-da. Nimaga Sirdaryo? Surxondaryoga, Qashqadaryoga, Qoraqalpoqqa uzoqroq bo'lsa ko'proq pul beradi. Tamam. Sen nima qilyapsan, aktyor? Shu aktyorskiydaman. Qanday aktyorskiy? Nima qilyapsan? Mana shu cho'loqlarni yuraman. Sen internetga chiqib ketding. Sen jinnimisan? Sen u yoq bu yog'ingga qarab yurmaysanmi? Bunday qilib yuribsan, qara. Bunday qilib yurib ketarmishsan-da. Keyin bunday qilib seryoz qilib yoqib ketyapsan. Oxirigacha yur cho'loq bo'lsang, oxirigacha cho'loqlik qil. Kamera yo'qdi. Ko'rmagansan. Sen u yoq bu yog'ingga qara. Internetda chiqding sen lekin. Ustoz, o'zingiz motivatsiya bering, yana nima ish qilsak bo'ladi? Qaranglar, bitta mashina arendaga olasizlar. Yo'lda kak bitta benzinlaring o'chib qoldi. Viloyatga keta olmayapman deb bolalar 100 ming, 200 mingdan yosh bolalar pul yig'ishyapti. Sen bor mana больницаlarga bor. Akamni pechinini o'zgartiryapmiz. Pul kerak deb pul yig'. Siz doriga pul so'rang больницаlarda, ishoning, kuniga 150, 200 ming naqddan olasiz. Ustoz, o'zingiz nima ish qilyapsiz? Men shunday qo'shning bolachasini olib chiqqanman, bitta rasmga olib internetga qo'yganman. Blogerlar nomidan ehsonlik kanal ochganman. Mana shu mana yana telefon bo'lar. Yo, akajon masjidda yig'ilishiga yig'yapmiz hozir. Masjidga ehsonlik yig'yapmiz. Bitta duo qilib beramiz degan nasibsiz. Haloliga hech narsa yetmaydi. Halolidan qismasin. Halol topgan pullarimizga to'ylar qilaylik, yuzimiz doim yorug' bo'lsin. Olaylik, oldirmaylik. Olaylik, oldirmaylik. Bu fakt. Salomxon. Eva Yusuf, Shohruxxon. Ustoz, men sizning ashaddiy muxlisingizman. Meni shogirdlikka ola olmaysizmi, ustoz? Qanaqa shogird? Ahvolingga qaragan. Boshqa ish qilgan bor. Men unaqa narsalarga vaqtim yo'q. Tushunarli. Shohruxxon, suvni o'tirib ichiladi. Turib emas. Keyin chap qo'lda emas, o'ng qo'lda ichiladi. Xosiyati yomon bo'ladi. Shoshmang aka. Ismingiz nima edi? Murodjon. Murod aka, siz shogirdlikka olsam maylimi? Faqat yo'q demang, iltimos. Yo'q demasdim. Siz meni ko'zimni ochdingiz hozir. Sizni ko'zingizni ochgan bo'lsam xursandman. Bundan keyin doim ko'zingizni ochib yuraman. Keling, orqaga o'tiring. Oldinga o'tiray. Rulga o'tirsiz. Yo'q. Iltimos. Oldingizga o'tiraman. Mayli. Keling aka.
akajonim. Yo'q, o'zim ochaman. Yoryapsan. Manzetik bording ekan. Baxshi zo'r bo'ldi, shu. Ijodingga ko'z tegmas, o'rtoq zo'r. Kim bu? Mo'kachimi shu? Bu meni yangi shogirdim, tanishinglar. Meni yaqin do'stim. Bunaqa gapirmalar. Tanish bo'llaring, o'rtoq bo'llaring. Shohruxxon aka ustoz, bu do'stlaringiz. Hozir Shohruxxon bo'lganingiz uchun yoningizda o'tiribdi. Ishoning, Shohruxxon bo'lmasdan qolsangiz, hammasi sizni tashlab ketishadi. Bu gaplarni aytish mening farzim. Noto'g'ri tushunmang. Davay bugun bir ujinga kechga yig'ilaylik hammamiz. Davay. Ha? Ovqating ne bo'lding? Ha? Davay ketmoqda. 10 yillik o'rtog'ingizmi deyapsan? 10 yillik o'rtoqmiz? Men Shohruxxon bo'lganim uchun men bilan o'tiribsan. Bo'lmasa telefon ham qilmasdilar. Jinni bo'lganmisa, Shohruxxon bo'lsa ujinga o'rtog'ingiz. Aka gap qaytarmang, qo'ying, aytganlarni qiling, turing. Noto'g'ri ish qilding. Aka siz ham turing, nima o'tiribsiz? Noto'g'ri tushunmanglar. Shohruxxon ustoz. Bular nima haydamayapsiz? Ha, bu administratormi? Ukam-ku meni. Ha, ukangizmi? Ha? Ha, mayli, keyin haydaysiz. Ishlab turaversinlar. Ustoz, qizishmang. To'rt devorda, qahratonda dardlarimni aytarib. Uzr ustoz, sal shartta xato aytibsiz, qarang. Notadan chiqib ketgansizda, qarang. To'rt devorda, qahratonda meni qiynading jonginam desangiz, masalan tushadi. Nima deyapsan? Eshakka o'xshab hangrab, notaga tushmayapsan-ku? Nima do'stlar? Qanaqa eshak? Zo'r aytdi. Yo'q kompyuterni. Rahmat. Mana shunday ayting ustoz, zo'r chiqadi. Yo'q, zo'r aytaman. Yo'q dedimi? Yo'q deya. Sen nimani qilyapsan? Yo'q, mana shunday aytish kerak o'zi. Qarang ustoz, to'rt devorda, qahratonda meni qiynading. Ha. O'shanday. To'rt devorda, qahratonda dardlarimni ayt. Bola. Vaqtimiz kamroq, keyinroq tushasizlar, iltimos. Nima? Nima keyinroq tushadi? Ustoz, sizni Shohruxxon qilgan mana shu muxlislaringiz emasmi? Nima deyapsiz siz? Vaqtimiz yo'q bizani. Siz kecha telefonga ham shunaqa javob berdingiz. To'yga zakaz tushyapti, qo'pol muomala qilyapsiz. Shular orqali biz Shohruxxon bo'ldik. Sen menga muomala qilishni o'rgatyapsanmi? Nima deysan? Ustoz, bu sizni pulingizdan ham uryapti. Ishonmasangiz, hozir cho'ntagidan dollar ham chiqadi. Hey, jam. Mana. Nosakat. Mana bunisida menimcha. Mana. Mani pulim bu. To'g'ri aytgan ekan. Zo'r bo'lsang, begonalar salom berar soyangga. Yaqinlaring pichoq urar orqangga. Telefonni shunga ishonyapsizmi? Bunga ber. Bugundan siz administratorsiz. Sen bilan uyda gaplashamiz. Aka? Aka demang. Administratsiya nomerini bering. Bering bu yoqqa. Nima qilib bo'l? To'g'ri gapir. Bir kun boshingizni yeydimi shu? Kim? Bir kun boshingizni o'chir ovozingni. O'zing o'chir. Bor yo'qol o'zing. Qayerdan kelding? San'atkor uchun haqiqiy do'st topish juda ham qiyin bo'ladi. Sizda haqiqiy do'stlaringiz bormi? To'g'ri aytdingiz. Bugungi kunda haqiqiy do'st topish juda ham qiyin, ayniqsa san'atkorlarda. Lekin meni juda ham yaqin insonim bor. Men uchun eng qadrdon do'stim Murodjon, keling. Sizni bir tanishtirmoqchiman. Azizlar, meni eng yaqin do'stim mana shu Murodjon bo'ladi. Boringizga shukr ustozim. Boringizga shukr. Ustoz bitta duo qiling. Ustoz, yaxshi borib keling. Murodjon, yur Dubayda aylanib kelamiz. Dubayga menga balo bormi? Qishloqda administratsiya nomerga javob berib turaman ustoz. Ha, uyda shitdan shundoq kalit tog'in, menikida turib tura qol. Shitdami kalit? Ha. Mashinam yo'q-ku ustoz. Mana mashinani kaliti. Hayda maza qiling. Umringizdan baraka toping ustoz. Esalomon mazza qilib dam olib keling. Keyin zajgalga o'tkazmay ushlab qolishadi ustoz. Sen qayerdan bilasan? Bilaman endi. Mayli ustoz. Yaxshi borib keling ustoz, o'zingiz ehtiyot qiling, videolar qilib turing. Mayli. Bo'pti ustoz. Xo'p.
Shoshma, sen bola Shohruxxonmisan, Shohjahonmisan, urayman, tumshug'ingga tushrayman. Odam emas ekansan, bilasanmi? Men seni odam deb, bor peshinamni yig'ib, navaramni to'yiga ishlab, nimaga kelmading, ha? Xizmat qilding-ku meni sen bola. Men chet el dedim. Qanaqa chet el? Murodjonmi, bir administratorning bormi seni? Bor. Hamma pulni o'shanga berganman, nimaga kelmaysan? Nimaga berasiz unga pulni? Administratorman dedi, Toshkentda bo'ladi dedi. Shohruxxon, seni hurmat qilib banketga chaqirgan, nimaga kelmading? Men dam olish dedim. Administrator shota degandiyu. Bo'lishi mumkin emas bu narsa. Bo'lishi mumkin. Kimmi? Voy. Shohruxxon? Kim chaqirdi Shohruxxonni? Men qo'ssilar meni uyimda, nesiga chakvoz? Qanaqasiga seni uying bo'ladi? Kecha olganman bu uyni. Keng yarmiga sotib yubordi. Yaxshi bola ekan. Qiynalgan bola ekan. Nima edi haligi ismi? Murodjon. Murodjon. Bundan keyin doim ko'zingizni ochib yuraman. Au-dessus des vieux volcans glissent des ailes sous le tapis du vent. Voyage. Ustoz, shogirdlikka olmaysizmi? Shogirdlikka? Ketyapsan, yaxshi. Tinchlikmi, dada? Qayerga ketyapsan? Shunday bitta chimildiqqa kiribdi. To'xtabdi. Tog'ayana seni eshitibdi. To'yda ko'rding qancha xarajat bo'ldi. Shularni qoplash uchun ishlab kelasan, o'g'lim. Xo'p, shu keliningizni kirib chiqish qochmaydi. Kelganda kirib chiqaversan, xo'pmi? Samolyoting bugun uchadi, bolam. Xo'p, keliningiz bilan xayrlashib chiqay, dada. O'ylayapsanmi? O'ylayaptim. To'y. Qayerga ketyapti? Keladi. Bir aylanib kelsin. Tezroq kelsin-da, qay bo'lmasin. Keladi. Dada, shuni Bor dedim. Ayta banka bilan turtishga olgin bo'ladi. Boshqa narsa olma. Yangilik bormi? O'g'liz Rossiyada bo'lsa qanaqa yangilik bo'lsin? Mana, o'g'ling eshitganda telefon qilyapti. Assalomu alaykum dada. Qandaysan, to'y? Zo'r. Ana qo'shnimiz Jo'rabek to'yi men bilan bir kunda bo'lganda o'sha farzandli bo'pti. Zo'r bo'pti-ku. Sen u narsalarni o'ylama, sen ishni qilgin bo'lam. Shunga men ham borsam farzandli bo'lsammi degandim. Qayoq? Alo, dada qotib qoldingiz. Dada qotib qoldingiz. Qotib qoldimmi? Mashinik, aldab kelmoqchi bo'lyapti. Kiysalar yaxshi bo'laydi menimcha. Kiysa sizga yaxshi bo'ladi. Bizgachi? Qarzlarni kim to'laydi, kelin? Yur oldimga tosh. Boshdan qocha. Nima qilyapsiz, xudo? Xudo, odam bodammas ekansiz. O'g'lingizni to'y kuni Moskvaga uchirib yuborib, qizimga oson tutmang-da. Haligacha qaytgani yo'q. Keladi. Nima qizingizni sabr qilishga o'rgatmaganmisiz? Sabrni ham chegarasi bo'ladi. Qancha bo'ldi ketganiga? Endi 7 yil bo'ldi-ku. 7 yil? Qachon qaytadi? Ha, bir oz qoldi, 5 yilda qaytadi. Satqayo odam ket. O'g'lim, to'xtang. Ha? Ketaman deyapti xotining. Bizga ham oson tutma, bolam. O'zing gaplash. Ha, jo'natding pul hol. Pul jo'natibdi. Pul jo'natibdi. Qachon jo'natding? O'lay odam bo'lmaydi. Bunga pul kerak, pul. Bola kerak emas. Yaxshimisiz, dada? Tinchlikmi? Tinchlik emas, bolam. Jo'raqul akayning o'g'li dadasiga mashina sovg'a qildi. Men ham pul yig'ib qo'yganman, unda qaytaman, o'zim olib beraman. Sen idaylik, qayoqqa qaytasan? Sen pulni jo'nat, o'zim bilaman qayerdan olishdi. Bozordan olaman. Onlayn ham, offlayn ham olsang bo'ladi. U qimmat emasmi? Qanaqa qimmat? Baholash xizmati bor. 1 minutda mashinaning narxini bozor narxida chiqarib beradi. Endi o'zim borganda kraska-praskasini ko'rib beraydim-da. O'zlarining servislarida diagnostikasi bor. Viber bormi?
Sen nima deyapsan? E'lonlar bo'limida 10 mingtadan oshiq mashinasi bo'lib ketdi. Yangisi ham bor, minilgani ham bor. Sen pulni jo'nat bo'ldi. Ammo qachon qaytaman, dada? Sen Alo. Yana qotib qolyaptimi? Alo. Obbo. O'chirdimi? Qaytaman deydi. Menga bu buncha qaytishga qiziqadi. Nima poylayapsiz, kelin? Nima poylayapsiz? O. Bechora ham qiynalib ketdi. Dada, men Rossiyadan keldim. O'g'lim. Bu onaxon kim edi? Bu xotining, bolam. Assalom. Zarami? O'g'lim. Rossiyada soqqani qilding. Endi farzandni qil, bolam. Bechora yigit Rossiyadan pul topib keldi-yu, lekin normalniy zaqchani ham tortib keldi. Ana endi ayting siz, ular farzandli bo'la oladimi? Tur, choy poy damlamaysanmi? Voy, ovqat pishsinmi? Non-pon, salat qo'ymaysanmi? Bozor qilib kelaylik. Oylik poylik tushsinmi? Ey dada, baqir-chaqir qilmaylik. Televizor ko'raylik, kino ko'raylik, kelib pillik ko'ramiz. Qo'yga hamdam pamdamni, yulduz-pulduznimi? Yulduz-pulduzdan ko'ra serial ko'raylik. Dada, shu yil to'y qilaylik, biz ham uylanaylik. Kelin topdingmi? Artus gaplashing, qiz-qizni topaman. Sen mol-polga qara. Pul-mulni to'ymoyinga ishlatamiz. Yem-pemini berdingmi? Suv pulini ham berdim. Aka, tezroq uylaning, bizga ham yo'l pul ochilsin. O'qish-poqishingizni bitirib oling oldi siz. O'qish-poqishga borib marab o'tirmayman. O'qituvchi gapirmaydimi? Gap bilan ish pishim yo'q. Qo'shna keldi. Dilshod kelibdi-ku. Qo'shni bir bayram qilmaymizmi? Tushunmadim. Uzr, sizlar oila bunaqa gaplashadi-ku. Bir bayram qilmaymizmi? Bayram qilamiz, lekin aroq ichmaymiz. Unda qiziq-pizig'i yo'q-e. Ko't-po'tingizni qoqib oling, qorporga o'tiryapsiz. Hammaning ko'zi senda. Lablaring uncha yo'q. Ishlatishni Xush kelibsizlar, yana kiyingizlar, mayli. Ya sniper misiniz ona? Bitta olay ona. Tilma dedim ben. Ay Grijam. Barbarina. Yemeysin. Ay ko'ting oldu. Bironta sifat shkolatiga tegmadin. Sandiqqa sap qo'yaman, yangi yilda jizanlar. O'lsin shu yangi yil. O'tgan yil Aliga salatingizni yeyman deb dadam o'lib ketdi. Endi biz shokolad yemasdan o'tib ketamiz shekilli. Sifat shirinliklari. Onalar yashirishga arziydigan shirinlik. Assalomu alaykum. Tualetdan bor ekan. Yo'qdan og'ziga. Nima qilyapti bu uling tualetda? Ko'ziga gummacha chiqib, shuga tualetga salom berdi o'dim. Siz ham shu paytda kirasizmi? Boshqa joy yo'qmi salom berishga? O'tirganda ham qilmadi. Yomon tush ko'rdim. Tezda borib tushingni suvga ayt bolam. Jamolar olib ketadi. Ko'rpachangga nima qilib qo'ydi? Voy, sharmada o'lsin. O'l katta bola. Asoz bolam mana aroqdan 100 gram ichib yur, tomog'ing shunday yaxshi bo'lar. Mana uncha. Qanday? So'yapsan. Dada, bu hayotda hammasi bekor. Onamni unutma. Kim ichirdi bunga? Yashaylar! Yashaylar bolasi! Ber. Eshakka yaxshilab jemlasang, orqangdan jo'ralanib ketadi. To'nqay. Ay, tishladi.
Egiz tuqqansiz ha? Mening ulimga tepki chiqdi. Shuni bir tepib bering. Bo'ldi, gap yo'q. Yo'q, pirim. Vandammi siz xola nima qilyapsiz? Dadasi, ertalab vaqtli turing, saylovga boramiz. Tushundingizmi? Saylov paylovingga bormayman. Birontasiga ovoz bering. Xohlasang borda o'rnimga borib Leboyga ovoz berib kel. Bu qanday bo'ladi? Zo'r bo'ladi. Bo'ring. Voy. Hozir. Kim bo'ldi bu ertalabdan? Assalomu alaykum, voyinkomatdan keldik. Xush kelibsizlar. Ammo armiyaga borganmi? Siz emas, ayolingiz ketadi. Nima deyapsanlar sanlar? Nimaga hayron qolasiz? O'zingiz ovoz bergan deputat shu taklifni kiritgan. Ayolingiz armiyaga ketadi. Dadasi qachon? Qaq ketyapsan, bolaga kim qaraydi? Qarangizingiz kerak bo'lsa. Komandir ketdik. Ketchi. Hey! Mana aka 1 kilo qo'y go'sht. Xohlasangiz 1 kilo eshak go'shtidan ham beray, sizga eshak ekan. Eshak go'shtini nima qilaman? Jinnimisan? Nimaga hayron qolasiz? O'zingiz ovoz bergan deputat aytdi. Eshak go'shtini yesa bo'lar ekan. Jinnimi o'l, nima deyapsan sen? Hey, Esmat, to'xta. Pensiya chiqdimi? Pensiya chiqdi. 5000, to'xta 600 so'm bor. Mana 600, 5600 bo'ldi. Yo, sen jinnimisan? 5600 ga men nima qurt olamanmi? Yedingmi qolganini? Qandayman? Siz halagan deputat bor-ku, ana shu 5600 so'mga bir oy maza qilib yashaysan degan. Ana Rossiyadagi o'lim jo'natgan pullarni, soliqlarni to'lab qo'y vaqtida. Buni kim aytdi? Asl deputat aytdi-da. Yo'q. Kimga ovoz bergan bu xotinim? Qayerdan yuribsan? Ha, nimaga chaqirding? Ha, biz anavlarga boraylik qalam qo'shlarga. Uyat, endi shu yoshda 25-soatga tushmaylik. Dokumentalniy bo'libdi-ku. Kim aytdi? Aslan saylagan deputat aytdi-ku. Ularga shtat ham oshiribdi. Jinnimi bular? Nima qilyapsizlar bolalar? Boraylik. Dadag'ayam qani? Ayang armiyaga ketdi qizim. Saqar ketyapsan yarim kechasi. Diskotekaga maktabimizga ertalabgacha diskoteka bo'layotgan. Qanaqa diskoteka? Siz tanlagan deputat yoshlarimizga ertalabgacha diskoteka qilinglar debdi. Yo'q. Tavba qildim. Xotin! Ha, nima bo'ldi? Men saylovga ketdim. Nomzodlarni yaxshilab o'rganib chiqib, eng yaxshisiga ovoz berib kelaman. Hey, meni ham nomimni berib keling. Balokani yebsan, sen ham men bilan birga borasan. Yoki men unaqalar dokumentalniy bo'lishini xohlayapsanmi? Hammaning ko'zi senda, to'lg'anasan jononim.